Do'stlar, korablikning ichiga kirdik. Endi mumkin bo'lgan joylarni yoritamiz. Men darvozaxona deb o'ylagandim bu yer. Shu yerdan boshlanar ekan mana bog'cha. Xo'p, hozirda bog'chada 50 nafar tarbiyalanuvchi bolajonlarga hozir 5 nafar tarbiyachi tarbiya berib kelyapti ekan. Ovqatlari 5 mahal ekan. Taekvondo sport turi, gimnastika bor ekan. Ve bu yerda o'qigan bolalar deyarli barcha yozishlarni o'rganib, maktabga tayyor holda chiqar ekan. Bilasiz, bundan keyingi etapi, korablikning keyingi etapi milliy school ochilgan. Biz endi hozir mumkin bo'lgan joylarni ko'rsatamiz. Ichkarida bolalar uxlayapti ekan. Sharoitini qarang, shunchaki super. Poytaxt bog'chalaridan qolishmaydigan bog'cha, maskan. Qolganlarini videolar davomida ko'rsatib boramiz.